Sen kulishdan to'xtaysan, lekin katakda yashaysan. Nima degani bu katakka yashaysan? Men qiramlaman. Tuxumdadan men Ey, kutni qo'yma. Kutning barbarak bo'ladi o'zi. Kuting barbarak bo'ladi. Sen borib samonni ustiga tuxumni isrof qilma. Jonim, Sadullo. Qiz bir o'ylab ko'r endi. Ajrashilgan to'g'ri kelmaydi. Tashama, tashama. Sen o'z holingga qaytasan, lekin qo'shiq aytasan. Sap sariq sochlarini uzun o'rayman. Yetadi menga gapirma, men seni tanimayman. Hech kim bilmasa bilmasin, ko'rishaylik dedi pixona. Bu geymaroy bo'ldimi, nima bo'ldimi? Astag'firullah. Keta. Harom. O'qishga berib olgan bonkalarim qani? Shaqlatib juraman. Men muzorga tashlab keldim. Voy dod, men qilaman. 9 bular qiladi, 30. Bor, bonkalarni olib kelmaguncha uyga kirmaysan. Bolani ko'ngli onada, onaning ko'ngli bonkada degan shu bo'lsa kerak-da. Aya kofe qolma, muzorga tashlab kelay. Tashama. Ichiga quruq choy solamiz. Mana baklashga ham kerak. Bularni nima qilasiz? Mana 1,5 litrlik aganok yopamiz. Mana 5 litrlikni ko'tini kelsa, qo'l juvishga umumanlik qilamiz. Sizgina mana naskilarni muzorga tashlab yubording, bola, ha? Qani endi bu naskin tili bo'lsa gapirsa. Bu shurpishana naskin dadam kiydi, akam kiydi, undan keyin men kiydim. Jirtilib bo'g'ilib qolmavini. Hozir buyum uvol qilasizlar-da. Mayli, 2-3 ta naskini bitta qilib ukangga to'pcha qilib beraman. Aya paketni ichiga paket so'qib qo'yganmisiz? Tashama, kerak, musor solamiz. Bu ayamga keraksiz narsani o'zi yo'q. Hamma narsa kerak. Biz akidan musor chiqmaydi-ku. Obid tog'aylarnikidan zo'r narsa olib keldim, ushla. Ikkita jirtiq kalish ko'tarib keldingizmi, aya? Ha, tovonini yurak chaqib kesib, chivini o'ldiradigan qilamiz. Endi o'zimizni musorlar kamlik qilayotganda o'g'inlardan musorni toshib kelyapsizmi? Bu nima bo'la, ha? Bu sariq bola pitssadan yangi mahsulot, cheezebom, ichida kotlet, sous sirlari bor. Burger sousli, barbekü sousli, muncha mazza bu. App Store yoki Play Marketda sariq bola prolajinasini skachat qilib olib, anchadan ham 8 qilsa bo'ladi. Narxi ham arzon, 26 ming so'm. Qog'ozni musorga tashlab keling. Yo'q, tashama. Tandir oqarib turganda olovga tutandirib qilamiz. Tursun yanga, uyga musor bormi? Aka bilmaysizmi, biz akidan musor chiqmaydi-ku. Ani musor mashinangizni olib tez quringda berdim. Ayam ko'rib qolsa, ana shu musorlarni uyga to'ktiradi hozir. Sandanam, mandanam, undanam. Mana 2 sinfdagi men kechada ana kun deraza artayotdingiz. Endi pol artib jobsizmi? Yaxshi paytda deraza artiladi, keyin pollatda qilinadi-da. Keyin musorga tashlaverasizmi ishqib? Yo'q, jinnimisan? Keyin mollarga jeb pishirganda o'chaqqa jag'varasan. O'tinga qanday yordam bo'ladi-da? Onasini desa bizga kamas narsa kelishi mumkin, lekin pashshani qanot uchun musor chiqishi mumkin emas. Bitta men ayam shunaqamiki, yo sizlar ayalang ham shunaqami? Bolalikka chiqda sotinglar. Bushkapak. Oha! Indamza ming bor uzr, xalaqit berdim ozgina. Nimaga kelding, Ismat? Telefoningiz bor-da? Ha. Shuni bitta bering, telefon qilib olay. Kerak bo'ldi-da. O'zingda telefoning yo'qmi? O'zingizda mashinasi yo'q. Ey, wel. Sizdan so'rashaylik. Bushkapak. Oha, Ismat. Maya qara Ismat. Sani deb yiqildim-man. Nima kelding? Mana televizor so'rashga kelgandim, alhazar boshlandi. Ko'raylik televizorlarni beringlar. Ha, xotin. Ha! Ismat yana nimaga kelgan? Televizor kerakmish menga. Hey, Ismat. Beraki. Yiqil. Menga qara, Ismat. Telefon so'rab keling, xotin bilan romantikani buzding. Yana televizor so'rab keling, xotin bilan romantikani buzding. Jonimga ham tegding, tushundingmi? Menga qara, ana bu yerda 8 ta telefon bilan bitta 55 talik televizor bor. Sal harakat qilsang ana shular yutib olasan. Rostdan. Ha? Qanday yutib olsa bo'ladi? Menga qara, Telegramda Telenavo degan bot bor. Instagram, YouTube, TikTokdan shunday videolar tashlaysan, muzikasi bilan kachestvini qilib videolarni skachat qilib beradigan bot. Shunga pattiska bosasan, bo'ldi, tamom. Keyin shu pattiska bosganlar ichida aniqlab mana sovg'alar beramiz. Ha, pattiska bossam bo'ldi. Tamom. Telenavo, ha? Avo. Davay, sur. Ana shu televizoringiz berib to'xtang, alhazar boshlandi, tushun. Ketamsiya, ket, Ismat, ket. Keyin qaytarib beraman. Yo'q, ket, keyin aniqlanadi. Yo'q bo'ldi. Menga qaranglar, hurmatli obunachilar, sizlar ham profil shapkasida turgan botni silkasi bor. Shunga o'tib shunday pattiska bosasizlar, har yakshanba kun g'oliblarni aniqlaymiz. Tushundingizlarmi? Birinchi o'ringa 55 talik televizor qo'yganmiz. Hammaga omad, bosinglar. Allo, aya, men ishni boshlayapman, duo qiling. Xo'p, bolam, yaxshi ishla. Yo'llarda ehtiyot bo'l. Ko'p dastavkalar bersin. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dastavka qani?
qolib ketibdi. Ha shuni bilar ekansan, orqaga qaytib olib kelsang bo'lmaydimi? Birinchi sizga aytay dedim-da. Endi shuncha yo'lga borib qaytib olib kelasanmi? Borasizmi men bilan? Ya aka, assalomu. Hali ko'cham boshiga tashlab qo'ying aka. Litsenziyam yo'q. 10 ming beraman. Odam tashlay olmayman, litsenziyam yo'q. 50 ming beraman aka. Alo, dastavkangizni olib keldim. Bo'ldi, olib chiqib bering, eng oxirgi qavat. Assalomu alaykum. Voy, terlab ketibsiz, liftda chiqdingizmi? Yo'q, Ha, zinada chiqdingizmi? yo'q. Voy, unda nimada chiqdingiz? Skuterimda chiqdim. Alo, ho, aya. Shoshilmasdan, bir palakat qilmasdan sekin-sekin hayda. O'zi skuter birovniki, tushundingmi? Xo'p. Kaskaga hech narsa qilmadi-ku. Ha! Keling. Nima xizmat? Yaxshimisiz? Shahardan yaqinda ko'chib kelgandim. Yuklarim og'ir edi. O'g'lingiz yo'qmi? Yordam berib yuborardim. Mayli-da, lekin meni o'g'lim yo'q, bacham yo'q, bir o'zim yo'q. Mollariga ham berib Onangim bir til qani? O'zim qarashsam bo'lmaymi? Farqi yo'q, ketdik. Rahmat yordam berganingiz uchun. Endi hamsiga yordam beradi-da. So'ragan ayb yo'q, nimaga yana shahardan ko'chib keldingiz beri? Shu erim bilan ajrashdim. Hayotim o'xshamay qoldi. O'sha uchun qaytib qishloqqa keldim. Nadеюсь, hammasi yaxshi. Ha? Ha, endi hayot o'xshamasa qiyinda. Hamma ketdim, hamsiya. Ajrashgan ayol yig'lamaydi. Ammo u kechalari uxlamaydi. Dada nima ko'ryapsiz? Tani nima ishing bor, ey? Nima ishing bor? YouTube'dan ana ko'radim men. Bu mollarga qara undan ko'ra. Ajrashgan ayol kechalari uxlamaydi. Uxlamaydi, bechoramsiya. Nima qilayotgan uxlamaydi? Ormangamsiya. Yaxshimisiz? Yaxshi, charchamayapsizmi? Qishloqqa o'rganib qoldingizmi? Siz ana rostlayman. Rahmat. Ana, so'ragan ayb yo'q. Nomeringizni bermaysizmi menga? Nima qilasiz nomerimni? Mahalladan bachapul taxlatmoqchi. Xo'p, o'ylab ko'raman. Davomini ikkinchi qismda ko'rasizlar. Onangga bu yo'q ishib ketdi-ku. Bu it nimani olib kelgan? It nimani olib kel? Tavba, bacham nimaga uzotingiz nimalar? Nima kerak sizga, nima? Mazgimni nima qilma, ustimda to'xta. To'xting. Bor, nima qilsan? Men mazgim nima qilma, o'zi buni nimasi chiqib ketganda men buzilaydi. Nima bilan nimasi chiqib ketgan? Nima? Ana bu nima bu? Ana shu nimasi? Sen jildinglar buni. Shu ana shu nimasi? Ana shu. Nima olib kelding o'zing? Nima bu? Nima bu? Buni yechish, shu narvon bilan yechsa bo'ladimi shuni? Ha, bachaga tushuntirib uzatsangiz bo'ladiki, nima olib kelish? Nima olib kelib uzatdingiz bachaga ham? Sen aralashma xotin. Bacham tarafini olma. Bacham, bu to'ydan nimani olib chiq? Buni boltada kiysancha ko'proq ketadi. Shu yerdan kiysak, ha? Kiysak. Biladi. Olib keldim. Shunda daraxt kiysa bo'ladimi shunda? Daraxt chopsa bo'ladimi shunda? Ha? Bu yo'qol ko'zima ko'rdim. Xotin. Bugun bir ikkimiz uyda choy damlab nima qilmaymizmi? Nima qilmoqchisiz? Bachani ham sen kel, o'zi ikkimiz uyda bir nima qilib. Ey, jonim atingiz nimalab, xo'pmi? Birinchi gapirish o'rganing, keyin nimalab qilasiz, xo'pmi? 20 yildan beri aytasiz nima deb. Qo'lingizdan hech ish kelmaydi baribir. Siz bo'yling, kam bo'lsa ham yomonda onang emgur hech narsa qilib bo'lmaydi. Tegma o'shanga qayerga olib ketyapsizlar? Ona cho'miltirib kelaylik buni. Qo'y bahona, o'zim cho'milaman deb men bilmaymanmi? Boraylik, ha. Ovozimni chiqarma ham senlarning oldiga. Yo'q qammang. Ana, qanday bo'ylik amoncha. Aka rezini qayerda o'rdi? Nima topdim-da. Ha, mana tirkovni rezinda qaysi biring olding? Dada, bara o'l erkin. Dada. Yaxshi buyoq aka. Keting onamadan plot kelamiz. Ona ko'chaga maroj kelib olib bering. Masalaga uxladiganmidim?
Ha? Uxladiganmidi? Endi men ham chiqaman. Qani oldinga tush, senlar zo'r joyga aytaman. Qayerga aytasiz? Ketib ko'rasiz. Kerak ellikda ishonch do'koniga. Barcha ishonch do'konlarida 20, 21, 22-iyun kunlari 70% gacha chegirmalar e'lon qilingan. 70% gacha. Zo'r ekan-ku dada. Qani, o'shanga ketdik, konditsioner xolodilniklarni ko'raylik, onangga surpriz qilamiz-da. Ketdik. Ona, biz dadam bilan. Men senga uxladiganmidim. Ko'chada qidirib yuribman, sen uxladiganmiding? Men bilan ishonch ketgandi bu. Bilmayman, bolam, ket tur, aynan. Marozno bering. Yechiray o'zingga. Yoshdek sana o'ylamagankan